22 yoshgacha dunyoning 6 davlat ta'limini olgan Muxlisa uchun o'zga mamlakatga borish qachonlardir imkoni yo'qdek tuyulgan. U Navoiy viloyatining Nurota tumanida tug'ilib o'sdi. Bolaligini eslaganda o'zida xorijda o'qishga hech qanday havas bo'lmaganini yodga oladi. Keyinchalik tengdoshlarining chet davlatdagi universitetlarda tahsil olishga bo'lgan qiziqishi unga ham ilhom bag'ishladi. Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga kirishi va talabalik davrida IELTS imtihonidan 7,5 ballga erishgani Muxlisani maqsadi sari yanada yaqinlashtirdi. Yoshligimizdan ota-ona farzandlarini doimo ilm olishga, bilim olishga chorlaganlar va shu uchun doimo sharoit yaratib berishga harakat qilganlar. Dadam ham faqatgina ilm ol, o'qi, o'zingni maqsadlaring sari intil, o'zingni qiziqishlaringni top, qaysi sohaga qiziqsang, o'sha sohani qo'llab-quvvatlayman, sen qiziqsang bo'ldi deb o'rgatganlar. Toshkentga kelganimdan so'ng qaradim, atrofimda juda ko'pchilik chet elga o'qishga qiziqishadi. Menda ham qalbimda orzu paydo bo'lib boshladi. So'ng asta-sekin harakatimni qilib, ingliz tilidan sertifikat olishga harakat qildim. Toshkent davlat yuridik universiteti tashkil etilgan almashuv dasturlariga topshirib boshladim va Gdansk universitetida bir semestr o'qish uchun grant yutib oldim. Bu juda ham hayajonli edi. Chetda o'qish orzusi ushalayotgan edi. Polshada o'qib yurgan kezlari Muxlisa kundalik va o'qish xarajatlarini qoplash uchun ko'p ishlashiga to'g'ri keldi. U o'zbekistonlik tanishlariga ingliz tilidan onlayn dars o'tardi. Bu jarayonda eng qiyini O'zbekiston bilan vaqt tafovuti bo'lgan. Universitetdagi darslariga salbiy ta'sir qilmasligi uchun ba'zan ertalab 4 dan boshlab kechki 10 gacha dars o'tishiga to'g'ri kelardi. Polshadagi o'qishining so'nggi oylarida Erasmus+ almashinuv dasturi haqida xabar topadi. Bu dastur ayni paytdagisidan farqli ravishda barcha xarajatlarni 100% qoplar edi. Biroq bu safar Germaniyaga aviabiletlar, turar joy, oziq-ovqat yoki o'qish barcha xarajatlari Yevropa ittifoqi tomonidan Erasmus+ fondi tomonidan qoplanar edi. Bu men uchun juda ham katta imkoniyat edi, lekin afsuski men bu xabarni eng oxirgi kuni va eng so'nggi soatlarda ko'rib qolganman. Lekin qalbimda o'sha universitetga topshirish istagi hali ham tinch qo'ymayotgandi. Hujjatlarimni yig'ishga kirishdim. Eng so'nggi daqiqalarda men bu hujjatlarni yuklashga ulgurganman. Bundan men umuman o'ylamagandim. Yutaman deb bu grantni, lekin qarabsizki, mana shu eng so'nggi daqiqalarda topshirilgan hujjat yana menga bir bor omad olib keldi, muvaffaqiyat olib keldi va Germaniyaning Saarland universitetida o'qish baxtiga muyassar bo'ldim. To'liq grant asosida Yevropaning 2 mamlakatida o'qib ko'rgan Muxlisani endi Amerika va Angliya universitetlari ta'limi o'ziga jalb etdi. Maqsad va harakatning natijasini ko'rgan lavhamiz qahramoni har 2 davlat universitetiga magistraturada o'qish uchun hujjat topshirdi. Erasmus Mundus dasturi Yevropadagi eng nufuzli magistratura dasturlaridan biri bo'lib, magistraturani bitta emas, 2 yoki 3 dan ortiq davlatda o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz va mutlaqo tekinga. Bu dastur bo'yicha Barselonadagi Pompey Fabra universiteti, ayni damda men shu universitetda tahsil olmoqdaman. Niderlandiyaning Rotterdam universiteti va Amerikaning Arizona shtatidagi Arizona universitetiga grant asosida qabul qilindim. Turli mamlakatlarning ta'lim yo'nalishida tahsil olgan Muxlisa o'qish uchun hech qanday xarajat sarflamaganini ta'kidlaydi. Har bir o'quv muassasasida grant asosida o'qishiga esa Erasmus+ loyihasi yordam berdi. Bu kabi dasturlar men kabi chekka hududdan chiqqan yoki chet elda o'qish uchun yetarlicha mablag'i bo'lmagan oilalar uchun juda ham katta imkoniyatda. Hozirgi zamonimizda juda ham ko'p dunyoda bunaqa imkoniyatlar bor. Sizdan faqatgina harakat qilishingiz talab qilinadi xolos. Germaniyadagi Saarland universitetiga qabul qilinganimdan so'ng menga scholarship xati keldi, ya'ni qancha miqdorda grant olishim oylik. Bu xatni keyin uydagilarimga ko'rsatganimda har oy mana shunaqa stipendiya olar ekanman 850 yevrodan deganimda, dadam, qizim, men oyligimdan ham ko'proq olar ekansan-ku degandilar. O'shanda juda ham boshqacha bo'lib ketganman to'g'risi. Mana shu narsa menga juda ham qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun ota-onamga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirda yurtdoshimiz Ispaniyaning Barselona shahrida istiqomat qiladi. Turmush o'rtog'i bilan birga karyera va o'qishni davom ettiryapti. Yurtga foydali mutaxassis bo'lib qaytish uning bugungi maqsadlari ichida eng yuksagidir.